Bizlar bugungi dasturxonimizda oldimizda kelayotgan Hayit bayramlarda dasturxoninglarga tissanglar dasturxonlardan gul keltirayotgandek o'xshitib qiytiq tort qilish usulini olib keldim. Tayyorlash usulim bek oddiy, mayli siz burun pishirib baqqan bo'ling, pishirib baqmagan bo'ling. Mushunga ketarlik materiallarni aralashtirishga qaytlik bir jup qulanglar bo'lsam, birlik etimni futuq qazna olaysizlar. Endi buni qanday tayyorlaymizki, oxirigacha ko'rib birlik tugunaylik. Oldi bilan ketarlik materiallarni o'lchab tayyorlab olamiz. Materiallarning o'lchimini tafsiliy qilib ekranga yozib qo'ydim. Quruq tasqa tuxum bilan shakarni to'kib, shakar erib tuxum oqargacha yaxshi aralashtirib olamiz. Bugun men mananga uyda shakar qamabdika tangfini ishlatdim. Sizlar odatdagi shakarni ishlatsangiz o'xshash bo'laverdi, juma do'stlar. Undan keyin sut bilan yarli qatiqni bir vaqtda to'kib, bularni 2-3 minut atrofida yaxshi aralashtirib o'tgandan keyin oxirida tayyorlab olgan un, kakofin, podafillarni bir vaqtda silib ko'rsatilgandek unning munakchi gadas qamig'icha yaxshi aralashtirib o'tib, oxirida chuchitib sovutib olgan suv maynini qo'yib, buni yaxshi aralashtirib mushallatga kelgandan keyin aralashmani cho'nqur lesiqqa to'kib yaga 1-2 kun urib ichida hosil bo'lgan ko'pikchilarni chiqarib o'tgandan keyin oldin qizitib olgan duxovkaga silib asti usti 160 gradusda 40 minutdan 50 minut atrofida pishib saqlam tayyor bo'ldi. Buni pishgan pishmag'ini bilamadim deb qolsanglar, mushundagi yacharni ichiga tiqib baqsanglar, ichidan xom xamir chiqmasa pishgan bo'ldi juma do'stlar. Endi tortimiz sovib bo'lguncha azroq meg'iz tayyorlab, meg'izni ko'rsatilgandek ushaq ezib olamiz. Meg'izga o'zimiz yaxshi ko'radigan yangoq meg'izi yoki badam meg'iz bo'lsa o'xshash bo'laverdi, ha. Orqada mush tortning yuziga chashgan meg'izlarimizni muqim tutib tura oladigan mayli shokolad qiyami yoki eristin bo'lsin. Tortning yuziga tekshi bir qavat surib olib, ananiki meg'izni chechib, o'zimiz yaxshi ko'radigan har qanday shaklda kesib olgandan keyin dasturxon qo'ysaqlam tayyor bo'ldi. Shunchalik yumshoq eg'izga sas erib ketgidek ajoyib yeyishlik bo'ldi. Sizlarni oilada cho'qim yetib bir sinab beqinglar. Xayr xo'sh.